Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bir qillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvalет huzurini ko'rasiz dummangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Qoching. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qolibmiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firullah. Bugun seni kuning sevgilim. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning sevgilim. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni Rani Brandervoronni qilib olganman. Nimalar bilan bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antalya, Alanya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsan bolam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antalyaga borib so'yib, shariklaridan Go'shtdan emas ekan, zo'r chiqadi lekin. Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsa. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qo'ling chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Keyin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozirda endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor lekin o'zingda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilib olsa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib keldinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana sherimga kelib keta qolaman. Kepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsin Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkalatadi. La, onani qornining sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki, kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozaladim. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjo'ra to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangiga kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y.
Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'il mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men yashirib. Qanday bildinglar? Endi qo'shni mashina sotsang, qo'shningga sot, keyinchalik yoniga minib yurasan deyshadi. Shunday qo'shni. Tushungandirsiz, a? Tushundim. Endi ko'p emas, onda sonda. Ha, bo'ldi, bemalol qo'shni. Bo'ldi, sizga sotdim, roziman. Kechga pulni olaman qo'shni. Bo'ldi qo'shni, baraka bo'ldi. Baraka topayman ham. Ha. Endi mana boshqalarda ishim yo'q. Talalay. Qo'shni, ming bor uzr. Ya, qo'shni keling. Agar bo'sh bo'lsa, shuni bolalarni bog'chadan olib kelsam bo'ladi. 5 minutda olib kelaman. Endi Bo'sh bo'lsa lekin, ey. ha, mayli, oling, qo'shni oling. Meniki saniki bormi, qo'shni oling. Qo'shni, ming bor uzr. Agar bo'sh bo'lsa, shu nevaralarim kelganda, bobo velikis qani deyapti-da, shunga 10 minutga berib turing. Bo'sh bo'lsa. Sotdim siz bo'lmaydimi, qo'shni? Endi ko'ngli og'riydi. Qani bobomni veliki deydi. 10 minutga tez olib kelaman. Katta gidasizlar. Ha, Sotildi-ku, bo'ldi qo'shni. Endi biz oilani bilasiz-ku, tarbiyalikda, endi u noto'g'ri tushunib qoladi. Tarbiyangiz. Ya, so'kmang. Qo'shni, suyunchi bering. Qizim o'g'ilchalik bo'ldi. Rostdan. Ye, xursandchilik-ku. Agar shunga bo'sh bo'lsa, shu bitta yaxshi taglik olib kelay. Lalaku degani bor ekan-ku. Blogerlar reklama qilyapti. Allergiya chaqirmas ekan, namlikni saqlar ekan. Bola taglik borligini ham sezmasdan maza qilib ekan, qarang. 5 minutda olib kelaman, Hikmatlarning magazinida bor ekan. Bo'pti, ol. Rahmat qo'shni. Bo'sh bo'lsa. Ol deyapman-ku. Sanlayapsizmi? Yo, oling qo'shni deyapman. Qo'shni, agar bo'sh bo'lsa. Bo'shamas, o'zim